Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi she'rimning nomi odamlar. Hayot yo'llarimda hamdam odamlar. Sizsiz tasavvurim yo'q bu dahshat. Siz bilan boraman tashlab qadamlar. Istiqlol uyida eng oliy qadam. Nogoh qalbimni qiynaydi savol, ne uchun aldaydi odamni odam? Axir sof bo'lar-ku dunyoga kelib, go'dak tashlaganda ilk bora qadam. Yoki gunohkormi ona tabiat, mehrini bag'ishlar hammaga birdek. Gunohkor kim deya so'roqlar qalbim, topolmay hayronman go'yoki sirdek. O'tmish sadosini tinglaydi avlod, yoki shundanmikan yaxshi yomonlik. Istagim rus bo'lsin hamdam odamlar, avloddan avlodga o'tsin omonlik. Dunyodan yo'q bo'lsin tuhmat yomonlik. Qo'lni qo'lga bering aziz odamlar, shiorimiz bo'lsin mudom yaxshilik. Zulxumor qo'liga olib sozini, shirin kuylab biroz qildi baxshilik. Rahmat azizlar.